Assalomu alaykum, hurmatli Rishtonliklar, hurmatli Rishton obzorini kuzatuvchilari. Ustoz kelishgan Rishtonga, ustoz Rishtonliklar haqida ushbu og'iz fikrlaringizni bildirsangiz. Assalomu alaykum. Avvalo aziz Rishtonliklar, Rishton mehmonlari, sizlar bilan ko'rishib turganimdan bag'oyat xursandman. Rishton biz uchun ko'p yillar oldin qadrdon bo'lganmiz Rishton xalqi bilan. Bizni Ahror Usmonov bo'lishimizga katta sababkorlardan ham Rishtondagi Hayot studiyasi bo'ladi. O'sha paytda mana bundan bilmayman bir 20 yildan oshib ketdi. Xalq xizmatlariga kelganimizda o'sha xizmat paytini yozib olib, o'sha ovoz yozish studiyasi, Hayot studiyasi muxlislarimizga tarqatganda o'sha Ahror Usmonov, Ahror Usmonov skripka Erkinboy bilan birgalikda o'sha yozuvlar butun respublika bo'yicha tarqab ketib, Ahror Usmonov bo'lishimizga katta sababkorlardan biri bo'ladi. Rishton xalqini hurmat qilamiz. Rahmat aka. San'atsevar xalq, mehnatsevar xalq, kulol, hunarmand xalq, dili toza xalq. Doktorlari ham ajoyib, shifokorlari ham ajoyib. Bir necha shifokorlarni taniymiz. Farg'ona shahrida eksternida ishlagan, o'sha urologiya sentridagi Avaz akamni yonlarida ishlashgan. Xullas kalom, Rishton xalqiga ko'z tegmasin, Rishton xalqi salomat bo'lsin. Har birlari qalbidan bir yaxshilik istagida yurishadi bular. Ezgulik istagida yurishadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Endi mana shu bizni ko'rayotgan nainki Rishton xalqi, butun O'zbekistonimizdagi muxlislarimiz, qolaversa chetlarda yurgan muxlislarimizga hamisha Alloh yor bo'lsin. Alloh yor va madadkor bo'lib o'z panohida asrasin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lib, shu tinch, musaffo yurtda xursandchilik kunlarda ko'rishimiz. Omon bo'linglar, sog' bo'ling. Ustoz xush kelibsiz Rishtonga. Xizmatlar bo'lsa chetdamiz. Xo'p, rahmat.